Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomizda biz barchamiz uchun, ayniqsa hurmatli pensionerlarimiz va ularning oila a'zolari uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani ko'rib chiqamiz. So'nggi paytlarda O'zbekiston pensiya jamg'armasidan tarqatilgan juda muhim bir ogohlantirishga e'tibor qaratamiz. Pensionerlarga tug'ilgan yili haqida xabar berishlari kerak. Pensiyaga 21 qo'shimcha to'lov pensiya jamg'armasining ogohlantirishi. Bu ogohlantirish shunchaki rasmiy xabar emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingizga, pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiluvchi dolzarb talabdir. Shuning uchun iltimos diqqatni jamlang, videoni oxirigacha sinchiklab tomosha qiling. Chunki bu yerda aytiladigan har bir so'z sizning kelajagingiz uchun muhim bo'lishi mumkin. Va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu ma'lumot imkon qadar ko'proq insonga yetib borishi shart. Qanday edi ilgari va nima o'zgardi endi ilgari? Ya'ni so'nggi yillargacha pensiya tizimida ma'lumotlarni yangilash jarayonlari ba'zi hollarda ancha sust yoki avtomatik ravishda amalga oshiriladigan holatlarga tayanar edi. Pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasi ko'pincha har xil manbalardan olingan ma'lumotlar asosida shakllantirilardi. Shu jumladan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari FHDG ma'lumotlari, eski arxiv hujjatlari va pensionerlarning shaxsiy yig'ma-jillardan. Muammo shundaki, bu ma'lumotlar har doim ham o'z vaqtida va to'liq yangilanmasdi. Masalan, keksa avlod vakillarining tug'ilgan sanasi eski hujjatlarda aniq ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin edi. Masalan, 1905 yil atrofida yoki taxminan 1940 yil kabi yozuvlar uchrab turardi. Yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomada ko'rsatilgan sana bilan pasportdagi sana o'rtasida farqlar mavjud bo'lardi. Pasportdagi sana o'rtasida xatoliklarga olib kelardi. Natijada yoshga bog'liq bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, masalan, ma'lum bir yoshga aytaylik, dakizentlik yoki 5 yoshga yetgan fuqarolarimizga beriladigan ustamalar avtomatik tarzda hisoblanmasdi yoki ularning hisoblanishida turli xatoliklarga yo'l qo'yilardi. Bu pensionerlarning o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'ni olmasliklariga sabab bo'lardi. Pensiya jamg'armasi esa har bir holatni qo'lda tekshirishga majbur bo'lardi. Bu esa katta resurs talab qilardi va jarayonni sekinlashtirardi. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasining aniqligi va shaffofligini ta'minlash, shuningdek, barcha pensionerlarga o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlarni o'z vaqtida va to'liq olishlarini kafolatlash maqsadida jiddiy choralar ko'rmoqda. Shu sababli jamg'arma barcha pensionerlardan tug'ilgan yillari haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlashlarini yoki mavjud bo'lmagan taqdirda taqdim etishlarini qat'iy talab qilmoqda. Bu talabning asosiy sababi yoshga bog'liq qo'shimcha to'lovlarni aynan 20 miqdoridagi ustamani adolatli va xatosiz ta'minlashdir. Ya'ni, agar siz ma'lum bir yoshga yetgan bo'lsangiz, ko'pincha bu taqdim yoki 5 yoshdan boshlanadigan yosh toifalariga tegishli ustama bo'ladi va bu ma'lumot tizimda yangilanmagan bo'lsa yoki noto'g'ri bo'lsa, siz ushbu juda muhim qo'shimcha to'lovni ola olmasligingiz mumkin. Bu nafaqat pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasini yangilashga qaratilgan harakat, balki har bir pensionerning huquqlarini himoya qilishga, ularga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlarni to'liq hajmda olishlarini ta'minlashga qaratilgan muhim va strategik qadamdir. Raqamli O'zbekiston loyihasi doirasida ma'lumotlar almashinuvini yaxshilash va inson omilini kamaytirish maqsadida ushbu choralar o'ta dolzarb ahamiyat kasb etadi. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar yo'q? Pensiya jamg'armasining ushbu ogohlantirishi nimani anglatadi va kimlarga qanday ta'sir qiladi? Keling, buni juda batafsil tahlil qilaylik. Birinchidan, 2001 qo'shimcha to'lov nima uchun beriladi? Ko'pgina mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda ham jamiyatning eng keksa vakillariga, ya'ni ma'lum bir yosh chegarasidan, odatda 80 yoki 5 yoshdan o'tganlarga ijtimoiy himoyani kuchaytirish maqsadida qo'shimcha pensiya ustamalari to'lanadi. Bu ustama ularning hayot sifatini yaxshilashga, kutilmagan xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Aynan shu 21 ustama ham shunday ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chorasidir. Bu ustamani olish uchun pensionerning tug'ilgan yili pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'g'ri va aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, tizim avtomatik ravishda ushbu qo'shimcha to'lovni hisoblamasligi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Bu savolga javob berishda aniq yosh chegaralarini bilish juda muhimdir. Agar siz 75 yoshdan oshgan bo'lsangiz,
va ayniqsa 8 yoshga yaqinlashayotgan yoki undan oshgan bo'lsangiz, bu ogohlantirish bevosita sizga tegishli. Xavotir olishi kerak bo'lganlar. Bir as hujjatlarda nomuvofiqliklar mavjud bo'lganlar. Agar sizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizdagi sana, pasportingizdagi sanadan farq qilsa yoki eski pensiya hujjatlaringizda tug'ilgan yilingiz aniq ko'rsatilmagan bo'lsa. 2. Astrosk uzoq yillar davomida ma'lumotlarni yangilamaganlar. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan beri yoki so'nggi 11 yil ichida pensiya jamg'armasiga shaxsan borib, ma'lumotlaringizni tekshirmagan yoki yangilamagan bo'lsangiz. Astrosk FHD organlarida tug'ilganlik holati qayd etilmaganlar. Ba'zi juda keksa avlod vakillarida bu kabi holatlar uchrab turadi. Ularning tug'ilganligi rasman qayd etilmagan bo'lishi mumkin. 4. Astrosk doimiy yashash joyini o'zgartirganlar. Agar siz boshqa viloyatga yoki tumanga ko'chib o'tgan bo'lsangiz va pensiyachilingiz yangi joyga ko'chirilgan bo'lsa, ma'lumotlar almashinuvida xatoliklar yuzaga kelgan bo'lishi ehtimoli bor. Kimlar xavotir olmasligi kerak hozircha? 1. Astrosk yosh pensionerlar. Agar siz 7 yoshdan kichik bo'lsangiz, bu ustama odatda sizga tegishli emas. Ammo kelajakda tegishli yoshga yetganingizda ushbu masalani yodda tutishingiz kerak bo'ladi. Ish. Yaqin kunlarda barcha hujjatlarni yangilaganlar. Agar siz yaqinda pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, FHD organlarida ma'lumotlaringizni to'g'rilagan bo'lsangiz va pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bergan bo'lsangiz. 3. Astrosk hujjatlari ideal darajada tartibli bo'lganlar. Agar sizning barcha rasmiy hujjatlaringizda tug'ilgan sanangiz bir xil va aniq ko'rsatilgan bo'lsa va siz buni pensiya jamg'armasi orqali tasdiqlagan bo'lsangiz. Keling, real hayotiy misollar bilan tushuntiraylik. Bir misol Ahmad aka 22 yoshda. Ahmad akaning oylik pensiyasi 20.800 ming so'm. Uning pasportda tug'ilgan yili 1940 yil deb ko'rsatilgan. Biroq pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida uning tug'ilgan yili eski arxiv hujjatlariga asosan 1940 yil bo'lib qolgan. Pensiya jamg'armasi sakın yoshdan oshgan pensionerlarga 2 manzil ustama to'laydi. Ahmad aka bu ustamani 1942 yilda tug'ilganligi sababli 2022 yildan boshlab olishi kerak edi. Ammo ma'lumotlardagi xato tufayli u 2022 yilda taqin yoshga to'lgan deb hisoblangan va shu sababli ham ustamani 1 yil kech, ya'ni 2022 yildan boshlab olgan. Eng yomoni shundaki, u 2020 yil uchun berilishi kerak bo'lgan ustamani umuman olmagan. Agar pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida uning tug'ilgan yili 1940 deb ko'rsatilsa, u har oyda 1.800 million so'mning 20%, ya'ni 360 ming so'm qo'shimcha to'lov olishi mumkin edi. Ma'lumotdagi kichik bir xato tufayli Ahmad akayliga 4.320 ming so'm yo'qotgan. Agar bu xato bir necha yil davomida tuzatilmasa, bu summa yanada kattaroq bo'ladi. Bu holda Ahmad aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, tug'ilgan yilini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi shart. 2 misol, Karimova opa 75 yoshda. Karimova opaning oylik pensiyasi 1.500 ming so'm. Uning barcha hujjatlari tartibli, pasporti va tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida tug'ilgan sanasi bir xil 1949 yil. Pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida ham to'g'ri ko'rsatilgan. Ammo ushbu 20% qo'shimcha to'lov odatda 80 yoshdan oshganlarga berilganligi sababli Karimova opa hozircha bu ustamaga haqli emas. U bu ustamani faqat 80 yoshga to'lgandan so'ng olish imkoniyatiga ega bo'ladi, ya'ni 2029 yilda. Hozirgi holatda u xavotirlanishi shart emas, lekin keyinchalik 80 yoshga yetganida ma'lumotlarni tekshirib, zarur bo'lsa yangilashi lozim. Uchun misol, Saidov bobo 20 yoshda. Saidov boboning oylik pensiyasi 1.700 ming so'm. U barcha ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etgan va uning pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlari ham to'g'ri. Uning tug'ilgan yili 1943 yil. Ya'ni u 2023 yilda tilin 2000 yoshga to'lgan. Uning pensiyasiga avtomatik ravishda 20 ming ustama hisoblangan. Hozir Saidov bobo 1.700 ming so'mga qo'shimcha ravishda 3.4 ming so'm 1.20 ustama bilan birga jami 2.4 ming so'm pensiya olmoqda. Bu misol shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda olishingiz kafolatlanadi. Bu kabi ogohlantirishlarning asosiy sabablari va oqibatlari juda chuqur. Birinchidan, demografik ma'lumotlarning aniqligi davlat uchun juda muhim. Ular ijtimoiy siyosatni ishlab chiqish, budjetni rejalashtirish
va kelajakdagi ijtimoiy yukni prognoz qilishda asos bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, pensiya jamg'armasi mamlakat byudjetidan milliardlab so'm mablag'larni boshqaradi. Har qanday xato, noto'g'ri ma'lumot ortiqcha to'lovlarga yoki aksincha inson huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu ogohlantirish orqali jamg'arma o'zining ma'lumotlar bazasini tozalash va zamonaviy talablarga javob beradigan holatga keltirishga intilmoqda. Uchinchidan, eng asosiysi har bir pensionerga ularga qonundan tegishli bo'lgan barcha mablag'larni to'liq olishni ta'minlash. Noto'g'ri yoki eski ma'lumotlar tufayli kimdir qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lmasligi kerak. Ma'lumotlarning yangilanishi nafaqat sizning pensiyangizni oshiradi, balki kelajakda turli byurokratik to'siqlarning oldini oladi va sizning moliyaviy barqarorligingizga kafolat beradi. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar pensiya tizimi juda murakkab mexanizm bo'lib, har bir qoida va tartibda istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan qaltis jihatlar va hatto oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar mavjud bo'ladi. Ushbu igmakan ustama bilan bog'liq vaziyatda ham shunday holatlar bor. Istisnolar boshqa turdagi ustamalar oluvchilar. Agar pensioner allaqachon boshqa turdagi qo'shimcha to'lovlarni, masalan, I yoki I guruh nogironligi bo'lganlar uchun yoki urush qatnashchilar va mehnat faxriylari uchun maxsus ustamalar olayotgan bo'lsa, bu IGMD ustamaning hisoblash tartibi biroz farq qilishi mumkin. Ba'zi hollarda bu ustamalar bir-biriga qo'shilmasligi yoki ustama umumiy pensiya miqdoriga emas, balki faqat asosiy pensiya miqdoriga nisbatan hisoblanishi mumkin. Bu holatda aniqlik kiritish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish lozim. 2. Yoshi sud orqali tasdiqlanganlar. Ba'zi juda keksa fuqarolarimizning tug'ilgan sanasi hujjatlarda mavjud bo'lmagani yoki zid bo'lgani sababli sud orqali belgilangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda sudning qarori asosiy hujjat hisoblanadi va pensiya jamg'armasi ushbu qarorni tan oladi. Ammo sud qarori nusxalarini pensiya jamg'armasiga taqdim etish zarur. 3. Harbiy pensionerlar. Harbiy pensiya oluvchilar uchun qoidalar biroz farq qilishi mumkin. Chunki ularning pensiyalari Mudofaa vazirligi yoki Ichki ishlar vazirligi kabi tegishli idoralar tomonidan tayinlanadi. Biroq ularga ham yoshga bog'liq qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Bu masalada ularning tegishli pensiya bo'limlariga murojaat qilishlari tavsiya etiladi. Qaltis jihatlar 1. Firibgarlar. Har qanday moliyaviy o'zgarishlar va yangiliklar paytida firibgarlar faollashadi. Pensiya jamg'armasi xodimi deb o'zini tanishtirib, sizdan telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni, PIN kodingizni yoki bir martalik SMS kodlarini so'rashlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Pensiya bilan bog'liq barcha masalalarni faqatgina rasmiy pensiya jamg'armasi bo'limlarida, davlat xizmatlari markazlarida yoki rasmiy elektron portallar orqali hal qiling. Telefon orqali faqat umumiy maslahat olishingiz mumkin, ammo shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etishdan saqlaning. 2. Noto'g'ri hujjatlar. Agar sizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizda va pasportingizda tug'ilgan sanalar farq qilsa, pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini to'g'rilash uchun avvalo FHD organlariga murojaat qilishingizni talab qiladi. Bunday holatlarda avvalo FHD organlari orqali ma'lumotlaringizni yagona tizimga moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu esa jarayonni cho'zib yuborishi mumkin. 30 vaqt o'tkazib yuborish. Bu ustama odatda ma'lum bir muddatdan boshlab hisoblanadi. Agar siz ma'lumotlarni juda kech taqdim etsangiz, sizga tegishli bo'lgan avvalgi ustamalar to'lanmasligi mumkin yoki faqat ma'lum bir muddat uchun, masalan, oxirgi 2 oy uchun qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish muhim. Oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar. 1. Ustamaning hisoblash bazasi. YHMBZ ustama ko'pincha pensiyaning asosiy qismiga, ya'ni tayinlangan pensiyaning birinchi bazaviy miqdoriga nisbatan hisoblanadi. Pensiya miqdori turli qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar va boshqa ustamalar bilan birga sezilarli darajada o'sishi mumkin. Shuning uchun bu YHMBZ butun yakuniy pensiya summasiga emas, balki uning bazaviy qismiga qo'shilishi mumkin. Bu juda muhim farq, chunki u siz kutgan umumiy miqdorga ta'sir qilishi mumkin. 2. Mablag'larni qayta hisoblash vaqti. Hujjatlarni topshirganingizdan keyin pensiya jamg'armasi ularni ko'rib chiqishi va tegishli o'zgarishlarni kiritish uchun ma'lum vaqt talab etiladi. Bu vaqt ichida siz hali ham eski pensiya miqdorini olishingiz mumkin.
Qo'shimcha to'lovlar odatda keyingi oydan boshlab hisoblanadi. Ba'zi hollarda esa avvalgi davrlar uchun qayta hisob-kitob qilinadi. Ammo buning uchun alohida ariza talab qilinishi mumkin. 3. Vakil orqali murojaat qilish. Agar pensioner kasalligi, yosh yoki boshqa sabablarga ko'ra pensiya jamg'armasiga shaxsan bora olmasa, uning nomidan ishonchli vakili, masalan, farzandi, nabirasi yoki boshqa qarindoshi murojaat qilishi mumkin. Biroq buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab etiladi. Ishonchnomada vakilga berilgan vakolatlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Bu ham jarayonni biroz cho'zishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, bu ma'lumotlarni yangilashga qaratilgan, harakatlarning barchasi sizning foydangizga qaratilgan. Pensiya jamg'armasi byurokratik to'siqlarni emas, balki shaffoflikni oshirishga va barcha fuqarolarga qonuniy imtiyozlarni taqdim etishga intilmoqda. Shuning uchun har qanday shubha yoki savol tug'ilganda bevosita pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishdan tortinmang. Nimalar qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq qadamlar, hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu masalani hal qilish uchun qanday aniq amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Bu yerda men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Irgadam mavjud ma'lumotlaringizni tekshiring. Eng avvalo sizning tug'ilgan yilingiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida qanday ko'rsatilganligini bilib olishingiz kerak. Pensiya guvohnomangizni ko'rib chiqing. Unda tug'ilgan sanangiz ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Oxirgi pensiya to'lov qog'ozingizni tekshiring. Ba'zi to'lov qog'ozlarida ham asosiy ma'lumotlar ko'rsatiladi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga qo'ng'iroq qiling. Sizga yaqin joylashgan pensiya jamg'armasi bo'limiga telefon qilib, shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlashingizni so'rashingiz mumkin. Ammo ular telefon orqali sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq bermasliklari mumkin. Chunki bu shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi qoidalariga zid elektron hukumat portallari. Agar sizning elektron raqamli imzongiz mavjud bo'lsa va internetdan foydalanishni bilsangiz, mening hukumatim MyGovuz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Ba'zi xizmatlar pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rsatish imkoniyatini beradi. 2 qadam. Zarur hujjatlarni to'plang. Agar pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizda xatolik yoki nomuvofiqlik borligini aniqlasangiz, quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'ladi. Asterisk fuqarolik pasporti yoki ID karta. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Tug'ilganlik haqida guvohnoma. Bu sizning tug'ilgan sanangizni tasdiqlovchi eng asosiy hujjat. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Agar yo'qolgan bo'lsa, FDYO organlariga murojaat qilib qayta tiklashingiz kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasiz. Pensiya jamg'armasida sizning shaxsiy jildingizni topish uchun kerak bo'ladi. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasi ba'zi hollarda, ayniqsa tug'ilgan sana bo'yicha hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lsa, mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar ham yordam berishi mumkin. Notarial tasdiqlangan ishonchnoma. Agar vakil orqali murojaat qilinsa, agar Google orqali murojaat qilimizdak, agar pensioner shaxsan bora olmasa, uning vakili ishonchnoma bilan murojaat qilishi shart. 3 qadam. Qayerga murojaat qilishni tanlang. Hujjatlarni topshirish uchun bir nechta variant mavjud. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan tashrif. Bu eng ishonchli usul. Siz yashash joyingizdagi yoki pensiya tayinlangan hududdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga borishingiz kerak. U yerda mutaxassis sizning hujjatlaringizni qabul qilib oladi va kerakli maslahatlarni beradi. Tashrif buyurishdan oldin ish vaqtlari va hujjat qabul qilish soatlarini aniqlab olishni unutmang. Davlat xizmatlari markazlari orqali O'zbekistonning barcha hududlarida davlat xizmatlari markazlari mavjud. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Jumladan pensiya bilan bog'liq masalalar ham. Bu usul qulayroq va tezroq bo'lishi mumkin. Chunki u yerda navbatlar pensiya jamg'armasiga nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Elektron portal orqali yuqorida aytib o'tganimizdek, agar sizda mavjud bo'lsa, MyGovuz portali orqali tegishli arizani onlayn tarzda yuborish imkoniyati ham mavjud. Bu eng zamonaviy va qulay usul bo'lib, uyda o'tirib turib jarayonni amalga oshirishga imkon beradi. Lekin bu usul hamma uchun ham mos kelmasligi mumkin, chunki u ma'lum texnik ko'nikmalarni talab qiladi. 4 qadam. Ariza to'ldirish va hujjatlarni topshirish. Tanlangan murojaat usulga qarab, sizga ariza to'ldirish kerak bo'ladi.
Asli pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazida. U yerda sizga maxsus ariza namunasi beriladi. Arizada siz o'zingizning ish, tug'ilgan sanangiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi raqamingizni ko'rsatishingiz va tug'ilgan yilingiz bo'yicha ma'lumotni tasdiqlash yoki o'zgartirishni so'rashingiz kerak. Arizani aniq va tushunarli qilib to'ldiring. Elektron ariza. Agar onlayn ariza topshirsangiz, barcha kerakli maydonlarni to'ldirishingiz va hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini ilova qilishingiz kerak bo'ladi. Barcha hujjatlarni topshirgandan so'ng sizga arizangiz qabul qilinganligi haqida hujjat yoki ma'lumotnoma berilishini so'rang. Bu hujjat kelajakda masalaning hal etilishini kuzatib borishda sizga yordam beradi. 5 qadam. Natijani kuting va jarayonni kuzatib boring. Hujjatlar topshirilgandan so'ng pensiya jamg'armasi ularni ko'rib chiqadi. Bu jarayon ma'lum vaqtni talab qilishi mumkin. Muddati odatda bunday arizalarni ko'rib chiqish vaqti qonun hujjatlarida belgilangan bo'ladi. Masalan, 25 yoki 30 kuni. Qayta murojaat. Agar belgilangan muddat ichida sizga javob kelmasa yoki pensiya miqdorida o'zgarish bo'lmasa, siz yana pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz yoki yozma shikoyat yuborishingiz mumkin. Bundan tashqari, hukumatning ishonch telefonlariga yoki virtual qabulxonaga murojaat qilish imkoniyati ham mavjud. Unutmang, bu jarayon sizning huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan. Shuning uchun har qanday shubha, savol yoki muammo tug'ilganda mutaxassislar bilan maslahatlashishdan tortinmang. Faqat rasmiy manbalarga ishoning va firibgarlarning tuzog'iga tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Sizning pensiyangizga bo'lgan huquqingizni ta'minlash bu sizning qo'lingizda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hurmatli do'stlar, pensiya jamg'armasining tug'ilgan yilingizni tasdiqlash haqidagi ogohlantirishi shunchaki byurokratik talab emas. Balki sizning pensiyangizga 20 gacha qo'shimcha to'lov olish imkoniyatini ta'minlash uchun muhim shartdir. Bu sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli yordam bo'lishi mumkin, ayniqsa hozirgi qiyin iqtisodiy sharoitlarda. Shuning uchun men sizga kechiktirmasdan imkon qadar tezroq tegishli qoralarni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ma'lumotlaringizni tekshiring, zarur hujjatlarni tayyorlang va pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Unutmang, sizning huquqlaringizni himoya qilish va pensiyangizni to'liq olish sizning qo'lingizda. Ushbu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan, ayniqsa keksa yoshdagi tanishlaringiz bilan baham ko'ring. Balki ular bu ma'lumotdan bexabar bo'lishlari mumkin va siz ularga bu bilan katta yordam bergan bo'lasiz. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, savollaringiz bo'lsa bering, men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz siz uchun foydali va dolzarb ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Salomat bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.